Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Haftalik bashoratimizni ko'ramiz. Unda ketdik. Haftalik bashoratimiz oila, sevgi, ish borasida sizlarda nimalar kutmoqda? Haftalik bashoratimiz oila borasida. Oila borasida aytadigan bo'lsam, bitta joydan ikki joyga o'tish anchadan beri nima deydi? Oilaviy rag'batlantirish, oilaviy kimlardandir masalan ishonchini oqlolmaydigan bo'lsangiz, balkim yangi oiladirsiz, kimningdir ishonchini judayam egallaysiz. Sizga nimanidir yuklashi mumkin. Chaqaloq, yangi farzand tug'ilishi yoki kimlardir homilador bo'lishi mumkin. Bu narsani sizdan uzoq vaqtlardan beri kutayotgan insoningizni xursand qilishingiz mumkin. Bir joydan voldikadi, bir joydan ikkinchi joyga o'tish, bu yaqin insonlaringiz bilan bog'liq bo'lgan narsa ham bo'lishi mumkin. Oila borasida yana qanday o'zgarishlar? Ko'chish, bitta joydan ikkinchi joyga o'tish yoki kimdir sizning haftaning oxirlariga borib, kimdir sizni ko'nglingizni birozgina og'ritib qo'yishi mumkin. Kim bo'lishi mumkin? Bu narsa pul tufayli bo'ladi. O'rtada pul tufayli kim bilandir kelishmay qolishingiz mumkin. Sog'lig'ingizda, oila borasida sizda anchagina nima deydi, qo'lingizda, belingizda og'riqda birozgina muammo bo'lishi mumkin, lekin bu narsalar hammasi kuchli toliqishdan bo'ladi. Ishingiz juda ham ko'p bo'ladi. Pul yoki nimanidir kutasiz, qiziq gapni eshitib qolasiz. Bu narsa o'zingizga tegishli bo'lmagan bo'ladi. Kimningdir nima deydi, oilaviy masalasi bo'ladi. Ko'proq o'zingizni muammolaringizga, o'zingizni hayotingizga bor e'tiboringizni qaratishingizni tavsiya berardim. Uy borasida aytadigan bo'lsam, kimdandir yordam so'raysiz, birozgina tejamkor bo'lishlaringizni maslahat berardim. Haftani 5-kunlari birozgina sizda nima deydi, pul borasida muammo bo'lishi mumkin. Farzandlaringizga birozgina nima deydi, pul borasida yordam kerak bo'ladi. Lekin bu narsani siz ilojini topa olasiz. Haftaning oxiriga borib barcha muammolaringizni hal qila olasiz. Sog'liq borasida sizlarni uncha hech narsa bezovta qilmaydi. Faqatgina toliqish, oilaviy xursandchilik, anchadan beri ololmayotgan yoki uylar yoki nimadirlaringiz bo'ladigan bo'lsa, yillar davomida sizni bitira olmaydigan narsangiz bo'ladigan bo'lsa, shuni bitirish, oilaviy mehmon yoki kimdir qiz tushirishi mumkin, chiqarishi mumkin yoki kelin olishi mumkin. Shunga oid qandaydir ko'plarda to'y yoki ko'plardadir nikoh. Bu farzandlarga oid bo'ladi. Anchadan beri jufti bilan murosamaga kelolmayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Birozgina hali sizlarda tortishish bo'lishi mumkin. Haftani oxiriga borib siz farzandlaringiz bilan tinchlik, xotirjamlik sizlarda ancha hukm suradi. Farzandlaringiz orqasida nimadir yaxshigina yangilik bo'ladi. Ayrim insonlarda homiladorlik holati ko'rinyapti. Anchadan beri homilador bo'lolmayotgan insonlar bo'lsa, homiladorlik holati bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan kartamiz chiqdi. Ana endi ish borasida qanday yangiliklar bo'ladi? Ish borasida aytadigan bo'lsak, ish borasida sizlarda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Ish borasida sizlarda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Ish borasida rag'batlantirish, yangi joyga ishga o'tish, u joydagi insonlaringiz bilan mukofotlanish yoki kimlarningdir amalga o'tirishi, oylik olishingiz yoki mukofot puli olishingiz yoki sizni kimdir yaqin insoningiz rag'batlantirishi mumkin yoki do'stlaringiz orqali yangi ishga o'tish. Shunga o'xshagan kartamiz tushyapti. Pul borasida birozgina tejamkor bo'lishlaringizni maslahat berardik.
ishda bir joydan ikkinchi joyga o'tish sizga yaxshigina omad olib keladi. Ish joyingizda juda ham ko'p band bo'lasiz. O'z ustingizda ko'proq ishlashingizni maslahat berardik yoki ish bilan topa olmaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa yoki kimlargadir murojaat qilishlaringizni maslahat berardik. Chunki sizlarga judayam yaxshi inson sizlarga yordam berishi mumkin. Bu narsa judayam yaxshigina daromadga olib keladi. Yo'l masalasi bo'yicha anchadan beri nima deydi, bu yerda 7 raqamliklar tushyapti. Anchadan beri muammolaringizni yechimini kutayotgan bo'lsangiz yoki yo'l masalasi bo'yicha birozgina kim bilandir tortishib qolishingiz mumkin. Sizda birozgina kutish bo'ladi. Bu narsadan birozgina diqqat bo'lgan taqdiringizda ham vaqt o'tgandan keyin haftani oxirlariga borib sizlarda yaxshigina yangilik bo'ladi. Sud masalasi bo'yichasi bor insonlar sizlarda kutish bo'ladi. Ko'plarda diqqatlanish bo'lishi mumkin. Lekin bu narsani pul bilan hal qila olishingiz mumkin. Ish bo'yicha aytadigan bo'lsam, ish bo'yicha hozirgi joyingizdan agar ko'p ikkilanayotgan bo'lsa, yangi joyga o'tish sizlarga kattagina imkoniyat berishi mumkin. Ish joyingizdagi odamlar bilan yaxshi munosabatda bo'lasiz. Pul borasida esa sizlarga faqatgina tejamkorlik qilishlaringizni maslahat berardim. Ish borasida faqatgina sizda yaxshi yangiliklar, dokumentlar masalasi bo'yicha siz anchadan beri hal qila olmayotgan dokumentlaringiz bo'ladigan bo'lsa, boshqa inson bilan hal qilishlaringizni maslahat berardim. Chunki kimdir sizni aldashi mumkin. Shuning uchun ko'p joylardan so'rab surishtirishni, chunki yolg'on kartasi ko'p tushyapti. Yangi inson qaytamga sizga juda ham yaxshi yordam beradi. Ish borasida ham, dokument borasida ham, boshqa masalalar bo'yicha ham. Lekin agar hozirgi kungacha kimdir sizni aldab yo dokument masalasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu narsa davom etishi mumkin. Yolg'on so'zlar yo aldanish yoki ololmaydigan pulingiz bo'ladigan bo'lsa, yangi o'zgarishlar bo'lmaydi deyarli. Nima deydi, ko'plarda esa deyarli har doimgiday bo'lishi mumkin. Lekin agar boshqacha yo'l bilan yechiladigan masala bo'ladigan bo'lsa, eski insonga ishongandan ko'ra yangi insonni bilan aloqaga chiqishlaringizni yoki kim bilandir muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, hal qilishlaringizni maslahat beryapti kartalarimiz. Hafta davomida sizlarni ko'proq bir joydan ikkinchi joyga o'tish, ko'chish, uy masalasi, ish masalasi bo'yicha juda ham sizlarda o'zgarishlar katta bo'ladi. Pul masalasi bo'yicha qanday bo'ladi? Pul masalasi bo'yicha aytadigan bo'lsam, pul masalasi bo'yicha bu hafta faqatgina tejamkorlikni sizlarga tavsiya berardim. Chunki yo'l bo'ylab siz ko'pgina pullaringizni yo'qotishlaringiz mumkin. Oylik oladigan insonlar bo'lgan taqdirda ham deyarli yarmini ishlatib yuborishi mumkin. Yoki anchadan beri tejab yurgan narsangizni kimgadir qarzga berasizmi, nimagadir berishingiz mumkin. Kimdir sizdan yordam so'raydi. O'z pullaringizni kelajaklardagi yaxshi kunlaringizga asrab qo'yishlaringizni sizlarga tavsiya berardim. Hafta davomida sizlarda ko'chish orqali yoki bir joyga borish orqali ko'proq pul sarflashlaringiz mumkin. Ana endi sevgi masalasi bo'yicha sizlarda qanday yangiliklar bo'ladi? Sevgi masalasi bo'yicha aytadigan bo'lsam, sevgi masalasi bo'yicha javob kutayotganlarga ayrim insonlarga 3 kunlardan keyin yoki 3 haftalardan keyin sizlarning anchadan beri kutayotgan insoningizdan javob olishingiz mumkin. Lekin kelgan taqdirda ham sizlarni yana bir borda xafa qilib qo'yishi mumkin.
ko'plarga hayotida umuman boshqa inson bo'lmaydigan bo'lsa, hayotida yangi inson paydo bo'ladi. Muhabbat borasida sizlarda birozgina xafachilik bo'lishi mumkin. Urushib qolganlar yarashadimi? Urushib qolganlar yarashadimi? Albatta, urushib qolganlar yarashadi. Bu narsa u tomondan emas, aksincha siz tomondan agar berkitilgan yoki nima gaplashishni xohlamagan, kimnidir nimanidir o'zgartirishni bo'lgan masalalar bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa bu narsa o'zingizga bog'liq bo'lmaydi, lekin u insondan sizga yaxshigina javob bo'ladi yoki telefonga chiqadi, aloqaga keladi yoki kelish shunga o'xshagan. Hozirgi munosabatlar yaxshi insonlarda qanday bo'ladi? Oxiri nima bilan tugaydi deb o'yga tolib turgan insonlarda esa juda ham yaxshi narsalar bo'ladi. Yo to'y masalasi, yo nikoh masalasi yoki shunga o'xshagan sizga yaxshigina tavsiyalar beradi. Sizni ko'nglingizga qarab qoladi, lekin siz hozirgi kunda birozgina agar o'yda turgan bo'lsangiz yoki kimnidir sizga ruxsati bo'lmaydigan bo'lsa, vaqt o'tgandan keyin sizlarga juda ham yaxshi natijalar, yaxshi javoblar bo'ladi. Sevgi, muhabbat borasida o'rta yo'lda qolgan, agar 3 kishiliklarga aytadigan bo'lsam, u siz o'ylayotgan insoningiz ikkishini ham birday olib ketishga harakat qiladi. Kimni u tanlaydi degan kartaga sizda yaxshigina xursandchilik, taqdir charxpalagi yoki nima deydi, mitti farishtalar sizga o'zingizni xursand qiladigan yaxshi yangiliklarni aytishi mumkin. Bu narsadan o'zingizni har doim gidanda nima deydi, xursand bo'lib qolasiz. Sizga yaqin muhabbat borasida yaqin do'st yoki yaqin sirdoshingiz bo'ladi. Siz bilan qandaydir sevgan insoningizdan yaxshigina xursandchilik, yangilik yetkazishi mumkin. Sevgi borasida karta maslahati, vaqtga tashlab qo'ying. Vaqtga tashlab qo'ysangiz, kim yaxshi-yu, kim yomonligini sizga yaxshigina ko'rsatadi. Faqat bunga nima deydi, sizda ishonch bo'lsin, o'zingizga nima deydi, baland tarzda baho berishlaringizni sizlarga tavsiya berardim. Chunki kartalarimiz sizni ruhan birozgina tushkun ahvolda bo'lishi mumkin, lekin siz ozgina sabr qiladigan bo'lsangiz, sizda sevgi borasida ayrim insonlarda to'y, nikoh yaxshigina javob bo'ladi. Sizga agar videoyim yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Hafta davomida faqatgina sizga omad tilayman. Rahmat, kattakon, sog' salomat bo'ling. Rahmat.